So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilgan all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want kuchli ta'sir etuvchi moddalarni iste'mol qilishga jalb qilganlik to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlik sifatida belgilab qo'yildi va ta'lim muassasalarida, yotoqxonalarda, bolalar oromgohlarida, ularga tutash hududlarda bunday turdagi moddalarni iste'mol qilishga jalb qilganlik uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilab qo'yildi. Bunday jinoyatlar bilan javobgarlikka tortilgan mahkumlar muddatidan ilgari ozodlikka chiqish holatlari va ularni qayta jinoyat sodir etayotganlik holatlari ham qonunchilikda maxsus normalarni mustahkamlash zaruratini keltirib chiqardi. Endilikda o'ta og'ir narkojinoyatlar bilan jazolangan shaxslar muddatidan ilgari shartli ozodlikka chiqish borasidagi normalar bekor qilindi. Giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-noyabrdagi aholi salomatligi va millat geni fondini giyohvandlik va narkojinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni muhim dasturil amal hujjat bo'lib xizmat qilmoqda. Farmon ijrosi doirasida respublikamizda xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlarni o'tkazib borish amaliyotga joriy etildi. Joriy yilning mart oyida respublikada huquq-tartibot idoralari tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi o'tkazilgan edi. Ushbu tadbirlarning ishchilligi va natijadorligini ta'minlash maqsadida joriy yilning 1-iyulidan boshlab uning ikkinchi bosqichiga start berildi. Oylik doirasida huquq-tartibot idoralarining o'zaro hamkorligida bir nechta dolzarb yo'nalishlarda, xususan narkotiklar, o'qotar qurollar va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha keng qamrovli tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar hamkorligida o'tkazilgan tezkor profilaktik tadbirlar natijasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasi bilan bog'liq 2070 ta holat aniqlandi. Mazkur holatlar yuzasidan 675 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, qolgan qismi bo'yicha ma'muriy ishlar rasmiylashtirilib, tergovga qadar tekshiruvlar olib borilmoqda. Jami 107 kilogramdan ortiq giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar olindi. Shuningdek, noqonuniy muomalada bo'lgan 434 ta ov va pnevmatik qurollar hamda 4663 dona o'q-dorilar ashyoviy dalillar sifatida rasmiylashtirildi. Xususan, hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Toshkent viloyatining Ohangaron tumanidagi xufiya joydan 970 gramm mefedron sintetik narkotik moddasini qazib olib ketayotgan vaqtida Misr Arab Respublikasi fuqarosi ushlangan bo'lsa, Что находится? Запрещенные вещества. Что есть? Наркотическое вещество. Вакс. Какие? Гашиш на масло. poytaxtimizda bo'lib turgan Qozog'iston Respublikasi fuqarosiga tegishli sumkadan shirinliklar va boshqa mahsulotlar niqobi ostida qadoqlangan 11 kilogramm gashish moyi ashyoviy dalil sifatida olindi. O'qotar qurollarning noqonuniy muomalasini oldin olishga qaratilgan tezkor qidiruv va profilaktik tadbirlar ham o'z samarasini berib, aholi tomonidan ixtiyoriy ravishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga o'qotar ov qurollari, o'q-dorilar va boshqa ikkilamchi ehtiyot qismlarini topshirish holatlari kuzatildi. Bugungi kunda noqonuniy saqlanayotgan qurollarni aniqlash, ularni jinoyatchilik, uyushgan jinoiy guruhlar qo'lga tushishi oldini olish, ularni qonunga xilof aylanmasiga chek qo'yish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki qurol bu oddiy vosita emas. Noqonuniy saqlash jinoyat bo'lishi bilan bir qatorda u kelgusida o'ta og'ir jinoyatlarni qo'llashda foydalanishi mumkin. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, aniqlangan aksar qurollar avvaldan noqonuniy saqlab kelinayotgan
topib olingan yoki avloddan avlodga meros bo'lib o'tayotgan qurollarni tashkil etadi. Jumladan Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida yashovchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro marhum otasiga tegishli 1 dona vintovka, 19 dona o'qotar ov qurollari, 13 dona stvol va kolodkalar, 117 dona o'q-dorilar hamda boshqa ikkilamchi ehtiyot qismlarni, shuningdek Mirobod tumanida istiqomat qiluvchi 1960-yilda tug'ilgan ayol esa marhum turmush o'rtog'iga tegishli bo'lgan 2 dona o'qotar ov quroli va 181 dona o'q-dorilarni topshirishdi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq noqonuniy saqlanayotgan qurol, o'q-dori va portlovchi moddalarni fuqarolar tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga topshirilgan taqdirda ular har qanday javobgarlikdan ozod qilinadi. Shuning uchun fuqarolarimizdan noqonuniy saqlab kelayotgan qurollarni yashirmasdan ularni o'z ixtiyori bilan topshirishga chaqiramiz. Bu jarayonda asosiy maqsad aniq: jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash, yoshlar kelajagini himoya qilish, giyohvandlik va narko jinoyatlarga qarshi qat'iy kurashish hamda har bir fuqaro o'zini xavfsiz, sog'lom va barqaror muhitda his etadigan yurtni barpo etishdir. Zero sog'lom avlod millat kelajagi, xavfsiz jamiyat esa taraqqiyotning mustahkam poydevoridir.